Şi Jinping Uyg'urlarni davomli bostirmoqchi. Avtori Chunxan Wong. Tarjimada Anvar Qaraqurum. Manba Uyg'urlar tor jurnalining 14-sonidan olindi. Şi Jinping Sharqiy Turkistondagi musulmonlarni assimilyatsiya qilishni davom ettirganligini aytdi. Şi Jinping Sharqiy Turkistonni idora qilishda utuq qozonganligini jakarlab, Kommunistik partiyaning Sharqiy Turkistondagi millionlagan musulmonlarni assimilyatsiya qilish uchun elib berayotgan kurshini to'xtatmaydiganligidan signal berdi. Şi Jinping amaliyot Xitoy Kommunistik partiyasining yangi davrda Xinjiangni idora qilish strategiyasining tamoman to'g'ri ekanligini isbotladi dedi va bu strategiya uzun muddat davomlashishi kerakligini bildirdi. Xitoy davlat mediasining xabariga asoslanganda, Şi Jinping 2 kun davomlashgan yakshanba kuni oxirlashgan Xinjiang yig'inining xulosasida yuqoriqilarni aytgan. Şi Jinping Beyjonda o'tkazilgan markaz va Xinjiang amaldorlari yig'ilgan bir qatimliq yig'inni so'z qilib, Butkul Kommunistik partiyasi a'zolarining Xinjiangda texnologiyani yo'lga qo'yishni o'zlarining siyosiy burchi deb qarash kerakligi. Bu orqali mazkur rayonni uzun muddatli aminlik va muqimlik holatiga elib kelgan bo'lganligi to'g'riliq farmon berdi. Şi Jinping Xinjiang masalasini yaxshi bartaraf qilish butkul partiya uchun va davlat uchun muhim vazifa. Shundaqla bu davlat miqyosida birlikka kelgan rahbarlikni taqozo qiladi deb ko'rsatdi. Şi Jinping yana 2014-yildan 2019-yilgacha Xinjiangning ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining yillik o'sish nisbatining 7,2% bo'lganligini tilga oldi. Xining bu so'zlari uning Beyjonning Xinjiangni bo'lish g'arziga qarshi elib berilgan yuqori besimli bostirish kurishini ochiq-oshkora qo'llaydiganligini bildirdi. Beyjonning bu kurishi yaqinqi yillardagi keng ko'lamda tutqun qilish va rayondagi musulmonlarni majburiy assimilyatsiya qilishni o'z ichiga olgan. Beyjonning bu qilmishi kishilik huquq dafsandachiligi deb ayblandi va dunyo miqyosida kuchli qarshilik sabab bo'ldi. Mushu haftadagi yig'in 2014-yil mobaynida Xinjiang to'g'risida ochilgan eng muhim yig'in hisoblanadi. Oldimizdagi 5 yil atrofida Beyjonning Xinjiangga qarata o'z planini ijro qilishi mo'ljallangan bo'lib, bu qatimliq yig'in vaqti oldin e'lon qilinmagan. Xitoy Kommunistik partiyasi O'rta Osiyo davlatlari bilan chegaralanadigan, turkiy tilida so'zlashadigan 12 million Uyg'ur yashaydigan bu ma'lumot xato. Tarjimondan. Sharqiy Turkistonni boshqarish uchun uzundan buyon kurash qilib keldi. Uyg'urlar orasidagi bo'lginchilik kayfiyati u yerda uzoq davomlashdi. Yerli xalq ba'zida Beyjonning nufuziga va Xitoy ko'p sonliqlarining simvollariga qarshi jon olg'uch hujumlarga o'tdi. Uyg'ur bo'lginchilar tomonidan elib berilgan qonli hujum davomida Xinjiang yig'ini amaldan qoldirildi. 2014-yili Şi Jinpingning rayoniga qilgan ziyoratidan oz muddat keyin yuz bergan bomba portlatish va pichoqlash hujumi, shuningdek keyingi oyda Urumchida yuz bergan 31 odamning o'lishiga sabab bo'lgan bomba hujumi qatorliqlar shu yildagi Xinjiang yig'inidan oz vaqt ilgari yuz berdi. Şi Jinping 2014-yildagi qurultay yig'inida Xinjiangdagi bo'lginchilik va terrorizm harakatlarini qattiq bostirishni talab qilgan. Shundan e'tiboran uning hukumatı Xitoy Kommunistik partiyasining bu rayondagi hukmronligiga bo'lgan qarshiliklarni qattiq bostirib keldi. 2014-yildan e'tiboran yerlik doiralarning butunlay raqamli kuzatish sistemasini kengaytirish, zo'r ko'lamli tutib turish o'rinlari va qurish va Uyg'ur aholilariga siyosiy jihatdan singib kirish orqali bostirish harakatini zo'r darajada kengaytdi. Doiralar yana Uyg'urlarning an'anasini, mahallalarini va masjidlarni vayron qilish, shundaqla Uyg'urlarning qabriston, mazorliqlarini chiqishga ahamiyat berdi. Kishilik huquq tashkilotlari va g'arb hukumatlari Xitoyning bu xil strategiyasini aybladi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining amaldorlari bu vaqtdagi andishalarni ifodaladi. Ahvolni tekshirish uchun Sharqiy Turkistonga kirishni talab qildi. Xitoy amaldorlari bo'lsa, har qanday turdagi haq, huquq dafsandachiligi qilganligini rad qildi. Rayonda yurgizayotgan siyosatini Uyg'urlarning turmushini yaxshilashga yordam berishdagi yaxshi niyat, tirishchanlik qilib tasvirladi. Ular yana rayonda muqimlikni asliga keltirishda g'alaba qilganligini jakarladi va 3 yildan ko'proq vaqtda zo'ravon terrorchilik qilmishining sodir bo'lmaganini bayon qildi. Bu hafta Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni 2 parcha analiz dokladini e'lon qildi. Tadqiqotda ko'rsatilishicha, Xitoy doiralari Sharqiy Turkistondagi 70% ga yaqin masjidni chiqayotgan yoki buzg'unchilikka uchratgan. Shundaqla oldingi 1 yil ichida rayondagi lagerlarning doirasini davomli turda kengaytgan. Xitoyning tashqi ishlar ministri bu turdagi bayonlarni tuhmat deb rad qildi.
Xitoy amaldorlari ilgirmi Amerika hukumati va Avstraliya hukumati qisman mablag' bilan ta'minlaydigan bu tadqiqot o'rnini Xitoy haqida to'qilma analizlarni o'ttirg'a chiqarish bilan ayblagan edi. Bu organning tadqiqotchilari bo'lsa, bu ayblashlarni rad qilgan edi. Shi Jinping yig'inda bu xildagi ijroatlar to'g'riliq to'xtalmadi yoki 2014-yil qilganiga o'xshash Xinjiangdagi bo'lginchilik va terroristlik harakatlarining piyini qurtishga chaqirmadi. Aksicha, u iqtisodiy va ijtimoiy yuksalish, kirimining eshishi, namaratlikning azayishi qatorliq jihatlarda 2014-yildan beri zo'r ilgirlash bo'lganini tilga oldi. Shi Jinping Xinjiangning 2014-yildan 2019-yilgacha bo'lgan ichki ishlab chiqarish umumiy qiymatining yillik ish nisbati 7.2% bo'lganligini, navbatdagi baho bo'yicha hisoblaganda buning 200 milliard Amerika dollari bo'lganligini, bu mezgilda 2.9 million yerlik ommaning namratlikdan qutulganini tilga oldi. Shi mundaq dedi: "Yig'ib aytganda, Xinjiangda ijtimoiy muqimlik, xalqning xotirjam yashash va ishlash manzarasi shakllandi. Amaliyot bizning millat siyosati jihatda g'alaba qozonganligimizni yetarli dalillar bilan isbotlab berdi." Shi Xinjiang haqidagi ishlarning dunyo miqyosida tanqid qilinishiga inkos qaytirib, Xinjiang haqida yaxshi obraz tiklash, rayondagi taraqqiyot natijalarini sadoqat bilan bayon qilish lozimligini talab qildi. Shining Sharqiy Turkistonda Xitoy kimligini kuchaytirish jihatdagi kuchli tirishchanligi bilan tanilgan. U islomni xitoychilashtirish, ma'naviy faoliyatlarga partiyani yaqlaydigan hukmlarni singdirish qatorliqlarining davomlashishi kerakligini tilga oldi. Shining nazarida buningdagi maqsad Xitoy millatining o'rtaq engini kishilarning qalbiga yildiz tartqizishni kafolatga ega qilishdan iborat.